Bir umr bloger bo'lib qolishni istamayman. Tahdidlarga uchragan va baxtining Instagramdan topgan Xonzoda Do'stova 30 yoshda. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilariga Vayner sifatida yaxshi tanish bo'lgan aktrisa Xonzoda Do'stova asli san'atkorlar oilasida dunyoga kelgan. Unda aktyorlik mahorati bilan birga vokal qobiliyati ham yuqori ekanini e'tirof etishadi. Uning shirali ovozi va boshqalarga o'xshamaydigan ijro yo'nalishi bor. Rashk sabab dadam onamning ijod qilishini istamagan. Bolalikda juda sho'x, yerga ursa ko'kka sapchiydigan qiz bo'lganman. U paytlarda ko'p qavatli uyda turardik. Yozgi ta'til kunlari tushlik paytida birorta bolaning ko'chaga chiqib o'ynashiga yo'l qo'ymasdim. Mahalla bolalari o'rtasidagi muammolar albatta mening ishtirokimda hal bo'lardi. Oilada 2 farzandmiz. Akam biroz erka edi. Ota-onam biror marta akamning ortidan ortiqcha gap eshitishmagan. Ammo bolalarni urgan, tartibga chaqirgan hamisha men bo'lardim. Xonzoda desa hamma tanirdi. San'atkor bo'lishimga hech kim shubha qilmasdi. Otam har doim to'y xizmatlari va ijodiy safarlar bilan band edi. Turgan gapki, hamma oilada bo'lganidek, tarbiyamiz bilan onam ko'proq shug'ullanardi. Onam ham san'atkorlar oilasida tarbiya ko'rgan va bolalikdan san'atkor bo'lishni orzu qilgan. Otam bilan bir oliygohda o'qiyotganida oila qurishgan. Ammo rashk sabab dadam onamning ijod qilishini istamagan. Onam ko'ngliga ko'mib qo'ygan ijod mehrini bizga bag'ishlardi. Boshqa onalar farzandi bilan o'yin o'ynasa bizning uyda yangi qo'shiq o'rganlardi. Xullas mana shunday muhit sabab akam va men san'atga mehr qo'yganmiz. Ammo menda aktrisalikka moyillik ko'proq edi. O'smirlik vaqtida bo'yim balandligi va ozg'inligim sababli menda bukir bo'lib qolish ehtimoli yuqori edi. Shunda raqs maktabiga borsa qomati chiroyli bo'ladi deb meni xoreografiya oliy maktabiga berishgan. U yerdagi muhit har tomonlama ma'qul edi, ammo maktabni tamomlash arafasida otam san'atga bo'lgan mehrim kuchliligini ko'rib, hujjatlarimni olib Jahon tillari universiteti qoshidagi akademik litseyga topshirgan. Til o'rganishga umuman ishtiyoqim yo'q edi. Noilojlikdan darslarga borib yurganimda tengdoshlarimdan ancha ortda ekanligimni anglaganman. Men tabiatan liderlikka intiladigan insonman. Dadamga san'atkor bo'lishimni istamasangiz, repetitorimga pul berasiz deb darsdan keyin o'quv kurslariga qatnaganman. Juda qisqa muddatda ingliz tilini o'rganib, tengdoshlarim ichida birinchi bo'lganman. Karan Johar va Shohruxxon bilan ishlash uchun ingliz tilini o'rgandim. Bolalikdan Hind kinosining shaydosi bo'lganman. U paytlar ijaraga videokasetalar berilardi. Topgan pulimga yangi videokasetani olib, undagi qo'shiqdan tortib raqslargacha o'rganib olardim. Karan Johar va Shohruxxon ijodiga mehrim baland edi. Albatta Hind kinosida suratga tushaman derdim. Shunda kimdir ular bilan gaplashish uchun ingliz tilini o'rganishim kerakligini aytdi. Ana shu kundan boshlab ingliz tilini o'rganishni boshladim. Ishonasizmi? San'atga bo'lgan mehrim sabab 4 yilda ingliz tilini o'rganib, IELTSdan 7,5 ball oldim. Undan keyin repetitorlik qilishni boshladim. Men o'qitgan o'quvchilarning ko'pi o'zimdan ham o'zib ketgan. Bir nechtasi Inha universitetiga o'qishga kirishdi. IELTSdan yuqori ball olishdi. Dadam san'atkor bo'lsa-da, bu sohani egallashimga jiddiy qarshilik qilgan. Qiz bolaga mos kasbni tanla degan gapni ko'p marta eshitganman. Shu bois O'zbekiston davlat san'at va madaniyat oliygohiga kirganimni ham yashirganman. O'qishga topshirganimni eshitganda uyimizda qiyomat janjal bo'lgan. Hatto institutga kelib, hujjatlarimni qaytarib olib ham ketmoqchi bo'lishgan. Institutning o'sha paytdagi rektori Baxtiyor Sayfullayev qabulga chaqirib, "Qizingda iste'dod bor, nega hujjatlarni olasan?" deganida dadam, "Erta bir kun qizimni uzatishim kerak, san'atkor bo'lsa" deganda rektorimiz, "Xavotir olma, shartnoma asosida o'qishga qabul qilinsa, pulini o'zim to'layman. Institutni bitirgandan keyin yaxshi kuyovni ham o'zim topaman" deb rozilik olgandi. Institutning 2-kursda o'qiyotganimda aktyor shouga taklif etishgan. To'g'risi, bu men uchun juda og'ir sinov bo'lgan. Ijodiy tomondan qiynalmaganman, ammo otam shouda ishtirok etishimga jiddiy qarshi bo'lgan. Shunda oldilariga kelib, "Dada, yuzingizni yerga qaratmayman, o'g'rilik qilayotganim yo'q-ku, bir marta imkon bering" deganman. Shundan keyin indamagan, ammo ko'rsatuv tugaguniga qadar 3 oy davomida men bilan umuman gaplashmagan. Sahna ko'rinishim uchun rekvizit va kiyimlarni olishim uchun pul kerak bo'lardi, ammo uydagilardan pul so'ra olmasdim. Syomka jarayonlari ba'zan kechgacha davom etardi yoki tayyorgarlik jarayonlari cho'zilib ketardi. Bu otamga yoqmasdi. Aslidan Do'stovning qizi ekanimni bilgach, ba'zi insonlar san'atkorning bolasida otasi hakamlarni gaplashib bergan deb noto'g'ri gumonga borishdi. Ko'rsatuvda ishtirok etishimni istamagan inson menga yordam berishi mumkinmi? Ko'rsatuv bilan qiziqarli voqealar juda ko'p bo'lgan, shu bilan birga dilxiraliklar ham talaygina. Masalan, tanish-bilishchilikka ko'p marta yo'l qo'yilgan. Rejissyor yoqtirgan qizini, Shahzoda Muhammedova stilistlik ham qiladigan aktyorni, boshqa ustozlar esa kursidagi o'quvchilarni qo'llab-quvvatlardi.
Ularning ichida bitta men begona edim. Qanday obrazda chiqishimizni kompyuter tanlab berardi. Bir marta menga Sherali Jo'rayev obrazini ko'rsatib berish sharti tushgan. Qiz bola bo'lsam-da erkak kishini parodiya qilganman va qo'shiqni ham jonli ijroda kuylaganman. Tomoshabinlar chiqishimni olqishlar bilan qarshi olgan. Uyga kelsam otamning jahllari chiqib o'tirgan ekan. Sababini so'rasam, ustoz san'atkorning ma'muri unga qo'ng'iroq qilib, qizingiz nega parodiya qildi deb gapiribdi. Otamning bu chiqishimda xabari bo'lmagan. Uning xijolat bo'layotganini ko'rib rosa jahlim chiqqandi. Parodiya ham bir san'at. Men atayin bu obrazni olib chiqmadim-ku deganman. Eng yomoni takroriy ko'rsatuvda chiqishimni o'chirtirib tashlashgan. YouTube'ga joylangan variantini ham o'chirtirishgan. Ammo baribir bu chiqishim boshqa tarmoqlarda tarqalib ketgan. Ustoz san'atkorni hurmat qilaman, ammo bunday e'tirozni kutmagandim. Men mazax qilib chiqqanim yo'q. Berilgan shartni bajardim xolos. Shu kungacha ko'plab serial va davlat filmlarida suratga tushdim, ammo tan olib aytamanki, xalqqa undagi rollarim emas, 5-6 oy davomida suratga olgan vayllarim tanitdi. Yaqinda bir davlat filmining premyerasi bo'lib o'tdi. Unda epizod bo'lsa-da rol ijro etgandim. Film rejissyori ayol kishi edi. Premyerada qizil yo'lakdan o'taman desam, ism familiyamni ham aytishmadi. Rejissyor bilan ko'rishgani borsam, pardozim buziladi deb qo'l uchida muomala qildi. Ko'pchilikning orasida aytgan gapi alam qilib, premyerani ham kutmay ketdim. Uyga kelguncha yig'lab keldim. Nahotki 4 yil institutda o'qigan bo'lsam, zarracha qadrim bo'lmasa dedim. Dilshod Ahmedovning Jumboq serialida ham suratga tushganman. Birinchidan rejissyor bir tiyin pul bermagan. Eng alam qilgani boshqa serialga taklif etishsa, unda suratga tushmaysiz, bo'lmasa sudlashamiz deb tahdid qildi. Qanaqasiga tekinga ishlatayotgan aktrisa uchun ijodiy chegara qo'yishga nima haqqi bor? Roling ham boshingdan qolsin deb serialdan ham chiqib ketdim. Hozir ham rollarga taklif etishadi, ammo menda ranjishmasini rejissyorlar ulama kiprik qo'yilgan, labi shishirilgan aktrisalar bilan ishlashga o'rganib qolishmoqda. Ularga pul berishmaydi, qaytaga ulardan qurtdek sanab olishadi. Ertalabdan to kechgacha joningni berib rol ijro etasan va berishsa 50 AQSh dollari yoki undan ham kamroq haq berishadi. Men issiq uyimda o'tirib bitta reklamaga shuncha pul olyapman. Yaxshi rol bo'lsa tekinga suratga tushishga ham tayyorman, ammo pichoq qiyilinadigan yo'qda. 3-4 yil oldin vaynerlarga past nazar bilan qarashardi, ammo hozir professional ustoz aktrisalar ham vaynerlikning yo'l yo'riqlarini o'rganishyapti. Bir nechtasi yonimga kelib, qurilish tashkilotidan uy olibsiz, bizga ham berisharmikin? Vayn olishni o'rgating deyishdi. Chunki asl san'atda qadr topish juda qiyin bo'lib qolgan. Yoki rejissyorning taklifiga ko'nib, yonida yerpatak bo'lib yurishingiz yoki zo'ringiz bo'lmasa bo'lmaydi. O'zbek kinodagi kunlab kasting topshirish uchun rejissyorlarni kutganman. Hozir o'sha kunlarni eslasam, o'zimga rahmim kelib ketadi. Boshqa vaynerlardan farqli ravishda barcha rollarni o'zim ijro etaman va grimdan foydalanaman. Oz bo'lsa-da professionallik bor. Qaynona kelin mavzusida o'ralashib qolishni istamagandim, ammo xalqqa shu chiqishlarim ko'proq yoqyapti. Ingliz tilini bilasiz, uning ustiga professional aktrisasiz. Nega blogerlik qilib yuribsiz deb ko'p so'rashadi. Haqiqatan ham internetga vaylar olish uchun 4 yil tahsil olmaganman. Ammo hozirgi aktyor va aktrisalarning boshqa iloji ham yo'q, chunki xashaki rejissyorlar ko'payib ketgan. Agar ular ko'rsatgan yo'l bo'ylab harakatlanadigan bo'lsak, birorta tuzuk rol ijro eta olmaymiz. Yolqin To'ychiyev, Zulfiqor Musoqov yoki Ayub Shahobiddinov kabi rejissyorlar har yili film olavermaydi. Kinoning kulminatsiyasi nima ekanligini bilmaydigan rejissyorlar esa oyiga yangi serial olishni uddalashyapti. Biror bloger bo'lib qolib ketishni istamayman. 30-40 yoshga kirganimda ham vaylar olib yurish niyatim yo'q. Ungacha jiddiyroq sohaning etagidan tutib bir stolning egasi bo'lishni istayman. Pul hamma qatori menga ham kerak, ammo bu pulni ustun ko'raman deganim emas. Men yaqinda bir davlat filmiga taklif qilishdi. Gonorar summasini ham so'ramay suratga tushishga rozi bo'ldim. Chunki aniq bilaman, davlat filmlaridagi kunlik gonorar 200-250 ming so'm bo'ladi. Suratga olish ishlari tog'da bo'lishini aytishdi. Ayni o'sha vaqtda 2000 AQSh dollarlik reklama taklif etishayotgandi. Menejerim shuncha pulga reklama kelyapti deyishiga qaramay, film syomkasiga ketdim. Bir necha kunlik syomka uchun 1,900,000 so'm olgan bo'lsam ham, har holda 4 yil bejiz aktrisalikka o'qimaganimni his qildim. Shunchaki rol ijro etishni istamayman, qiynalib ishlagim keladi. Afsuski, aksariyat rejissyorlar ishga nihoyatda yengil yondashadi. Karantin paytida samarqandlik yigit Instagram orqali yozgan. Aslida bunday nomalar ko'p kelardi. Shu bois avvaliga e'tibor bermaganman. Men ham aktyorlikka qiziqaman, qanday kastinglar bo'lyapti deb yozgandi xolos. Keyinchalik bir-birimizga maslahat berib do'stkuy aylandik.
Oxiri kasting sabab u inson Toshkentga keldi, ammo kastingsiz serialda suratga tushdi. Bu insonning mardligi va or-nomusi ustun ekanligi menda yaxshi taassurot uyg'otgan. Qish kuni 10 kun Toshkentda pulsiz qolib ketgan, yordamimni esa qabul qilmagan. Shu bois ham uni hurmat qilganman. U paytlarda vaylar suratga olmasdim. Menga motivatsiya bergan ham shu inson bo'ladi. 4 yil bir-birimizni sinab, keyin oila qurdik. Xonzoda Do'stova o'tgan yilning noyabr oyida o'g'il farzandli bo'ldi. U turmush o'rtog'i bilan kelishgan holda farzandiga Muhammad Yusuf deb ism qo'ydi.